Hurmatli talabalar, qorin bo'shlig'ini yuqorigi tomonida 3 ta qopcha bor. Demak, biz bu qoplarni bursa deb aytamiz lotin tilida. Demak, birinchisi mana bu sathda demak o'rab turgan bo'ladi, ya'ni o'roqsimon boylamdan o'ngda joylashgan bo'ladi bu qopimiz. Bursa gepatika, ya'ni jigar qopi. Unda jigarni mana o'ng bo'lagi joylashadi. Demak, bursa gepatikani chap devori bu o'roqsimon boylam, ligamentum falciforme. Yuqoridan diafragma chegaralaydi uni. Oldindan hamda demak mana o'ng yon tomondan qorin devori chegaralaydi. Va ichida mana demak joylashadi jigarning o'ng bo'lagi. Keyingi qopimiz, demak birinchi qopimiz bursa gepatika, jigar qopi, jigarning o'ng bo'lagi joylashadi va ikkinchi qopimiz bursa pregastrika, ya'ni oshqozonni oldingi tomonidagi qop deb aytiladi. Oshqozon oldi qopi. Bursa pregastrikani demak ichida demak mana jigarning chap bo'lagi hamda qora taloq joylashadi. Demak uni o'ng devorini mana o'roqsimon boylam, ligamentum falciforme, yuqorigi devorida diafragma, oldindan qorinning oldingi devori tashkil qiladi. Va albatta o'z nomi bilan bursa pregastrika dedik, ya'ni oshqozon oldi qopi dedik. Orqa tomonida oshqozonning mana oldingi devori joylashgan bo'ladi. Uchinchi qopimiz bu eng katta qop, chegaralarida ham juda ko'plab a'zolar qatnashadi. Bu bursa omentalis, ya'ni charvi qopi. Demak, charvi qopini oldingi devori, demak, oshqozonning orqa devori hamda mana bu yerda joylashgan bo'ladi. Yuqorida aytib o'tib ketdik, kichkina charvi hamda oshqozon bilan chambarchak o'rtasidagi boylam, ligamentum gastrokolika hamda oshqozon bilan qorataloq o'rtasidagi boylam, ligamentum gastrosplenika yoki ligamentum gastrolinalis desa ham bo'ladi. Mana shular demak bursa omentalisning oldingi devori hisoblanadi. Takrorlayman, hurmatli talabalar. Oshqozonning orqa devori, kichkina charvi, oshqozon chambarichak, oshqozon qorataloq boylamlari. Bular demak bursa omentalisning oldingi devori hisoblanadi. Bursa omentalisni, ya'ni charvi qopini yuqorigi devori, hurmatli talabalar, e'tibor qilamiz mana. Bu demak dumsimon bo'lak. Demak dumsimon bo'lak mana bunday holatda joylashadi va charvi qopini yuqorigi demak devorini hosil qiladi. Dumsimon bo'lak, mana biz uni lobus caudatus deganmiz. Oldingi darslarda jigar haqida gapirganimizda men bunga izoh berib ketganman. Demak, bursa omentalisning yuqorigi devori hisoblanar ekan. Endi pastki devoriga qaytsak. Pastki devori, demak, eslab qolishimiz kerak, hurmatli talabalar. Pastki devori bu mana ko'ndalang chambarichakning ichak tutqichlari hamda demak mana shu yerdan 2 ga bo'lsak, demak o'ng yarmi va chap yarmi bo'lsa, chap yarmi. Demak takrorlayman. Bursa omentalisning pastki devori, ko'ndalang chambarichakning tutqichlari va chap yarmi. Demak mana shu sath pastki devori hisoblanadi. Endi orqa devori. Orqa devori demak orqa devoriga mana chap buyrak, chap buyrak usti bezi demak qatnashadi va me'da osti bezining oldingi yuzasi va shu o'rinda demak qorin aortasi va pastki kavagi venani o'rab turadigan parietal qorin pardalar. Aynan mana shular orqa devorini hosil qiladi. Endi ikkita devori qoldi. O'ng va chap devori. Chap devori mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, qorataloq darvozasi sathiga yaqin keladi va qorataloq chuqurchasini hosil qiladi. Demak, biz bu chuqurchani recessus linalis yoki recessus splenica deb aytamiz. Endi o'ng tomonda demak bevosita mana bu sathga to'g'ri keladi. Demak joylashgan bo'ladi. Eslab qolishimiz kerak. Uni teshigi, ya'ni o'ng devori bevosita jigarni o'ng bo'lagini o'rab turadigan bursa gepatikani sathiga tegib turadi. Va o'sha yerda teshikcha ochiladi. Biz bu teshikchani Winslow teshigi deymiz.
kattaligi 2-3 santimetr keladigan Winslow teshigi. Endi hurmatli talabalar, biza qorinni oldingi devorini, ya'ni pastki tomonida joylashgan kindik bilan, demak, kindik bilan qov simfizi o'rtasidagi burmalarni ko'rib chiqamiz. Endi mana bu yerda men hozir mana chizaman. Siydik, demak, mana pufagi deylik. Birinchi burmamiz aynan kindikdan mana shu yerga siydik pufagining cho'qqisiga keladi va biz bu burmani, demak, kindikning o'rta burmasi deymiz. Ya'ni plica umbilicalis mediana deymiz. Ikkinchi burmamiz, demak, plica umbilicalis medialis. Plica umbilicalis medialis. Demak, medial kindik burmalari. Va uchinchi burmalarimiz bular plica umbilicalis lateralislar hisoblanadi. Bular lateral kindik burmalari. Demak, jami 5 ta burma bo'ladi. Ya'ni o'rta kindik burmasi, medial kindik burmalari va lateral kindik burmalari. Bular ikkitadan, faqat o'rta kindik burmasi bu bitta bo'ladi. Endi mana shu yerda mana siydik pufagining yuqorigi tomonida deylik, endi chuqurcha, mana chuqurcha sathi bo'ladi. Bu ikkita chuqurchani biz aytamiz siydik pufagining yuqorisidagi chuqurcha deb aytamiz. Ya'ni fossa supravesicalis. Fossa supravesicalislar o'rta kindik burmasi hamda medial kindik burmalarining o'rtasida joylashadi. Keyingi chuqurliklar bular bevosita, demak, bo'ladi mana bu sathda. Ya'ni medial kindik burmalaridan tashqarida, lateral kindik burmalaridan ichkarida joylashgan bo'ladi ikkita chuqurliklar. Biz bularni endi bu soha bizga ma'lumki chov kanali sohasi. O'sha uchun ham buni biz medial chov chuqurchasi deymiz. Ya'ni fossa inguinalis medialis. Va lateral, demak, aynan burmalardan tashqarida ham chuqurchalar bo'ladi. Biz bu chuqurchalarni lateral chov chuqurchalari deymiz. Ya'ni fossa inguinalis lateralislar deb aytar ekanmiz.